Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarim. Men ayollar akusher-ginekologi va bolalar o'smir qizlar ginekologi Saida Umarova Dildora Kamoldinovna sizlarni kirib kelayotgan Ramazon hayiti bilan muborakbod etaman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bilasizlarmi, bejizga salomatlik yarim davlat deyishmaydi. Avvalambor sizlarga salomatlik tilayman. Oilaviy baxt hamisha hamrohingiz bo'lsin. Oilalarda faqat chaqaloqlar yig'isi eshitilsin. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Yo'q, to'xtang. Aytgancha eshik raki haqida gapirmadik-ku. Juda ko'p odam so'rayapti. Kuzatuvchilar, bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Klinika Nerve Servis Shayxontohur filiali 4-mayga qadar gacha bo'lgan sanada faoliyat olib bormaydi. Faqat Uchtepa filialimizda dejurniy vrach va protsedura hayit kunlari ham faoliyat olib boradi. Ko'rg'imga yozilmoqchi bo'lgan bemorlar iltimos 4-maydan ko'rikka yozilinglar. Salomat bo'ling.